Hop, assalomu alaykum barchaga. Fora 504 modelidagi traktorimiz Qashqadaryoga sotildi ekan. Qashqadaryo Muborak. Hop, akamiz, ismingiz nima edi aka? Beknazar. Beknazar akamizga Qashqadaryoda qayerga? Muborak tumaniga. Muborak tumaniga xudo xolasa birinchi bo'lib ketyapti. Sizlar tumanlarda bundan yo'q, Fora modelida. Biz kabina borgan, boshqa variantidan bundan borgan yo'q bizga hozir. Ha, biz kabinani Fora emas, boshqa. Yo'q, boshqa kompaniyadan borgan. Fora modelidan birinchisi bo'lyapti endi. Kabinaligi. Adashmasam Qashqadaryoga birinchi marta ketishyapti. Qashqadaryo Muborakka birinchi safar boryapti bu. Ha, oldin ham eslamadim Qashqadaryoga sotilganmi, sotilmaganmi. Samarqandga ko'p ketardi, Qashqadaryoga xudo xolasa birinchilardan bo'lib kabinaligini akamiz olyapti ekan. Hop. Adashmasam bu yerda bitta qolgan edi. Oxirgisini o'z oldingiz. Qolgan endi xudo xolasa yangi vipiskalarda xuddi shu kabinalardan kelib qolishi mumkin, lekin mana bez kabinalilari bor. Bez kabina 504, 404 kabinali, hop 404lar bor. Keyin bu yerda mana 904 da bez kabinasi bor. 1004 da kabinali bor. Ular katta. 100 ot kuchi, 150 ot kuchi, 304 da ham bez kabinalilari bor. Hop, demak, sizga yoqqan komfort taraflari nimada bo'ldi? Agar bugun menimcha ko'rib o'tdik. Oldin o'zi eski traktor haydadim. Eskidan ko'ra bu ancha qulay ekan. Aha, aynan nimalarida? Qulaylarga 4 ta bolani ham tortadi. Aha, ular tortmaydi. Skoroslari ham yaxshi. Aha. Rullaridachi, ruli juda yengilgina. Xuddi mashina haydagandek bo'laygansiz. Ha, shunaqa. Oldingilar qattiq edi. Oldingilar juda qiyin edi. Shunga endi buni olib ko'ramiz endi bu yo'q nasib bo'lsa, Xudo xohlasa. Yer aytadi deyishdi-yu. Shunaqa ekanda. Hop, keyin. Yana ichki apparatlarni ham o'zi ko'rdingiz. Meni ko'rdingizmi? Ko'rdim, ha, haydab ham ko'rdim. Hozir ham nasib bo'lsa, berasiz. Kaliti ochildimi, ochilmadimi hali? Yo'q, hozir kalit yo'q. Olib kelishyapti shekilli. Hop, demak, asosan nima faoliyat bilan shug'ullanasiz? Asosan qishloq xo'jalik ishlari. Dehqonchilikmi yoki fermerlik? Ana, bog'mi? Bog'. Bog' bor. Dehqonchilik shu ikkalasi bo'ladi-da. Hop. Endi asosan bu o'zingizlar uchun oldinglarmi yoki qanaqadir boshqa ishlar chiqib qolsa ham borasizlarmi? O'zimizga faqat. Faqat o'zingizlarga? Ha, shunday. Hop, yeringlar o'ta kattami? Ya, unchalik ko'p katta emas. Zo'r. Hop, mana. Agarda yana kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Hop, butun O'zbekiston bo'ylab mana xizmat ko'rsataveramiz. Hop, keyin mana YouTube, Instagram, YouTube'ga adashmasam oz qoldi. 1000 ta bo'lishligiga nasib qilsa, bir kishiga dahshat bir chiroyli sovg'amiz bor. YouTube kanallariga o'tib, sekin podpiskasini bosib borasizlar. Qolgan narsalarni ham xudo xolasa video davomida ko'rib olsanglar bo'ladi. Yuklanish, boshqalari. Hop, ma'lumotlari o'sha hamma bilgandek 50 ot kuchi, 4 silindrli bo'ladi. Ballonlari mana 7,5 ga 16. Hop, bu yerda mana 13,6 ga 28 ballon. Hop, ventilyatorchalari bor. Hop, magnetik komfort o'ta dahshat. Hozir ishlarini ham ochib ko'rsatamiz. Mana bunga holatda ventilyatsiya jarayonlari ko'rsatib o'tamiz. Bemalol kelaverasizlar. Ko'rib, proverka qilib tekshirib olasizlar. Hozir o'ylab yuklab boramiz.
Evet.